Assalomu alaykum aziz do'stlar. Tarixda shunday voqealar bo'lganki, ozodlik uchun kurashganlar qoralanib, haqiqiy bosqinchilar esa qahramonga aylangan. Aniqrog'i, o'zlaridan soxta qahramon yasashgan. Biz bugun shunday voqealardan biri haqida gaplashamiz. Bu voqea Rossiyada yuzlab odamlarning o'limiga olib kelgan va Vladimir Putin shaxsiyati bilan aloqador sirli hodisa. 1999-yil Rossiyada bir oyda 4 ta ko'p qavatli uy portladi. 300 dan ortiq begunoh odam o'ldi. Kreml darhol bu portlashlarni chechen generallariga yuklashga urindi. Ularni rus-chechen urushida dala komandirlari deyishardi. Lekin bu aybni chechenlar rad qildi. Ular biz ruslardan farq qilamiz, biz tinch aholini o'ldirmaymiz deyishdi. Vladimir Putin hokimiyatga kelishi va ushbu hodisalar go'yoki tasodifdek ko'rinardi. Aslida ham shundaymi? 20-asr oxiriga kelib Rossiya holdan toygan edi. Sovet ittifoqi qulagach, mamlakat tartibsizlikka botdi. Oddiy xalq ish topishga qiynalardi. Oligarxlar esa tobora boy borishardi. Birinchi rus-chechen urushida 1994-1996-yillarda Rossiya Kichik Chechenistondan mag'lubiyatga uchradi. Bu esa rus elitasi uchun sharmandali holatdek qabul qilindi. Xalq hukumatdan norozi. Prezident Yeltsin kasal va ichkilikka ruju qo'ygan. Mamlakatga kuchli rahbar kerak edi. Ayni shu paytda 1999-yil avgust Vladimir Putin bosh vazir etib tayinlandi. Putinni oddiy xalq hali tanimas edi. Lekin bir oydan keyin butun Rossiya uning nomini ayta boshladi. Shu yilning sentyabr oyida bir oy ichida 4 ta uy portladi. Birinchisi Buynaks harbiy xonadon, 64 odam halok bo'ldi. Ikkinchisi Moskva Guryanova ko'chasi, kech soat 12 da portlash. Odamlar uyquda edi. 100 dan ortiq odam halok bo'ldi. Hech kim omon qolmadi. Uchinchisi yana Moskva, 124 odam halok bo'ldi. To'rtinchisi Volgodansk, 19 odam halok bo'ldi. Bir oyda 307 begunoh odam o'ldi. Butun Rossiya vahimada, odamlar yerto'lalarini tekshira boshladi. Hech kim uxlay olmasdi. Putin televideniyaga chiqish qilib, bu chechen terrorchilari, biz ularni topamiz. Hojatxonada bo'lsa ham o'sha yerda ularni ko'mamiz deya boshladi. Xalqqa bu otashin bayonotlar yoqa boshladi. Putin qahramonga aylandi. Lekin ko'p o'tmay g'alati bir hodisa sodir bo'ldi. 22-sentyabr Ryazan shahri Moskvadan 200 kilometr uzoqda. Odamlar ko'p qavatli uy yerto'lasiga qoplarni tushirayotgan shubhali odamlarni payqashdi va politsiyani chaqirishdi. Portlovchi modda mutaxassisi tekshirib, bu geksogen, uylarni portlatadigan portlovchi modda ekanligini tasdiqladi. Xuddi Moskvadagi kabi. Shahar vahima ichida qoldi. Odamlar o'z uylariga kirishga qo'rqardi. Gumonlanuvchi 2 odam qo'lga olindi. Ular FSB agentlari bo'lib chiqdi. Lekin ertasi kuni FSB kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Bu bizning o'quv mashg'ulotlarimizdan biri edi. Qoplarda shakar bor edi deyishdi. Bu xabar odamlarni hayratda qoldirdi. Ryazan politsiya boshlig'i mening 35 yillik tajribam bor. Bu shakar emas dedi. Lekin Kreml o'z so'zida qoldi. Tekshiruv to'xtatildi. Bu sirni ochishga uringan odamlar birin-ketin halok bo'la boshladi. Ulardan deputat Yushenkov mustaqil tekshiruv boshladi. Uyining oldida otib o'ldirildi. Jurnalist Yuriy Shekochyexin portlashlarni tekshirardi. G'alati kasallikdan vafot etdi. Shifokorlar tushuntira olmadi. Jurnalist Anna Politkovskaya Kreml jinoyatlarini yozardi. Moskvada liftda otib o'ldirildi. Portlashlarni FSBning o'zi qilganligini aytgan va bu haqda kitob ham yozgan sobiq FSB xodimi Aleksandr Litvinenko Londonda ichimligiga radioaktiv modda qo'shilib zaharlab o'ldirildi va u o'lim to'shagida buni Putin qilganligini aytgan. Bularning hammasi tasodif emas edi. Portlashlardan keyin Putin ikkinchi chechen urushini boshladi. Grozniy shahri butkul vayron qilindi. Rossiya xalqi Putinni qo'lladi. 1999-yil dekabr Boris Yeltsin kutilmaganda iste'fo berdi. Men ketaman, Putin prezident bo'ladi va shunga o'xshash bayonotlar. 2000-yil mart saylov bo'ldi. Putin g'alaba qozondi. Shunday qilib, noma'lum bir odam atigi 8 oyda Rossiyaning eng qudratli rahbariga aylandi. U buni qanday uddaladi? Checheniston urushi, xalq qo'rquvi, sirli portlashlar, bu hodisalar go'yo bir-biriga aloqadordek. Haqiqat nima? Bu savolga hali rasmiy javob yo'q. Kreml
hamon bu portlashlarda chechenlarni ayblaydi. Lekin mustaqil jurnalistlar, sobiq FSB xodimlari va g'arb tadqiqotchilari bu hodisalarda FSB va Putinni ayblashadi. Bir narsa aniq, bu sirni ochishga uringan odamlar tirik qolmagan. Tarix yoziladi, lekin ba'zi sahifalar hali ham qorong'uligicha qolmoqda. Siz bilan Arxiv 1453 bo'ldi.